Savol: Qo'yliga kuyov yoki yo'q? Sotsial tarmoqlarda aynan shu savol atrofida yana gap-so'zlar ko'paydi va nihoyat singlisi haqiqatni ochiq aytdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Xabar Bum. Bugun biz ijtimoiy tarmoqlarda tinmayotgan, minglab odamlar orasida turli shubha va gumonlarga sabab bo'layotgan bir mavzuga oydinlik kiritamiz. Ba'zan sukut saqlash vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Aynan shuning uchun ham bugun shov-shuvli gap-so'zlarga nuqta qo'yish vaqti keldi. So'nggi kunlarda ayrim YouTube kanallar va sariq matbuot sahifalarida kuyov yangi hayot boshlamoqda. U uylanyapti. Oila ichida katta janjal, mol-mulk talashilyapti. Qarindoshlar bir-biridan yuz o'girgan kabi shov-shuvli sarlavhalar ko'payib ketdi. Xo'sh, bu gaplar o'rtida qanchalik haqiqat bor? Yoki bularning barchasi shunchaki prosmotr yig'ish uchun o'ylab topilgan ssenariymi? Uzoq kutilgan javobni begona emas, balki vaziyatning ichida bo'lgan, hamma gapdan xabardor inson marhumaning singlisi berdi. Uning har bir so'zida ham dard, ham qat'iyat bor. Uning aytishicha, bu oilada 4 nafar qiz farzand voyaga yetgan. O'g'il farzand bo'lmagani sababli o'zbekona an'analarimizga ko'ra marhuma singlisi ota uyida qolgan edi. Bu shunchaki tasodif emas, balki ota-ona rizoligi bilan qilingan katta oilaviy kelishuv bo'lgan. Shuning uchun ham barcha xotira marosimlari, ehsonlar va oilaviy yig'inlar aynan shu xonadonda o'tkazib kelinmoqda. Biz hech kimning rizqiga ko'z olaytirmaymiz, deya ta'kidladi u. Singlisi ijtimoiy tarmoqdagi ayblovlarga javob berar ekan shunday dedi: Biz birovning uyiga borib, na birovning rizqini yeymiz va na birovning shaxsiy hayotiga aralashamiz. Har kim o'z uyi, o'z hayoti va o'z halol mehnati bilan yashamoqda. Shu o'rinda eng ko'p muhokama qilingan kuyov mavzusiga ham to'xtalib o'tdi. Uning aytishicha, kuyov ham qo'lidan kelgancha yordamini ayamagan, ammo bu holatni turli mishmishlarga aylantirish yoki uyni talon-taroj qilishdi, yoki kuyovni haydashdi deb yolg'on tarqatish bu nafaqat tuhmat, balki insoniylikka ham zid. Odamlarni eng ko'p tashvishga solgan narsa bolalarning holati edi. Marhumaning farzandlari qayerda? Ular qarovsiz qolmadimi? Singlisining javobi qat'iy. Bolalar doimo e'tiborda. Ular munosib tarbiya ko'rmoqda va yaqinlarning mehridan chetda emas. Buni oilani yaqindan bilgan qo'shnilar va qarindoshlar tasdiqlashi mumkin. Asossiz ma'lumot tarqatayotgan YouTube kanallar endi javob berishiga to'g'ri keladi. Singlisi huquqiy choralar ko'rilishini, har bir yolg'on gap uchun qonun oldida hisob berilishini qat'iy bildirdi. Agar savolingiz bo'lsa, yuzma-yuz keling. Men o'zim javob beraman, ammo ortimdan tuhmat toshini otmang, deya so'ziga yakun yasadi. Azizlar, har bir gapning ortida inson taqdiri yotibdi. Alloh barchasini ko'rib turguvchidir. Siz nima deb o'ylaysiz? Bunday shaxsiy mavzularni ijtimoiy tarmoqqa olib chiqish to'g'rimi? Yoki bu ham mashhurlikning bir to'lovimi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz haqiqatni yoritishda davom etamiz. Sizlar bilan Xabar Bum edi. Obuna bo'lishni unutmang.